Yosh bolalarda uchraydigan tish kasalliklarining eng asosiy 3 ta sababini hozir sizlarga aytib beraman. Bulardan eng dastlab birinchisi bolalarga haddan tashqari ko'p shirinliklar, chupa-chups yoki bo'lmasa shunga o'xshash juda ham shakarga boy bo'lgan mahsulotlarni olib berishimiz natijasida o'zimiz bilmagan holda bolalarning tishlarini juda ham tez kasallanishiga sababchi bo'lib qolamiz. Ikkinchi sababi esa bu asosan gigiyenaga rioya qilmaslik. Ya'ni ko'pincha yosh ota-onalar yosh farzandlarini tishlariga juda ham e'tiborli bo'lishmaydi. Ya'ni nimaga? Tishlarni yaxshi tozalamasliklariga. Buning natijasida esa haligi turli xil shirinliklar yoki bo'lmasa boshqa narsalar iste'mol qilish natijasida bolaning tishlari haddan tashqari tez kasallanishiga ham sabab bo'ladi. Va uchinchisi esa bu vaqtida, ya'ni 2 oy, 3 oy yoki bo'lmasa har 6 oyda stomatolog ko'rigiga olib kelmaslik yosh bolalarni. Shuning uchun agarda imkon qadar farzandingiz tishlar bilan bog'liq muammolar kamroq bo'lishini istayotgan bo'lsangiz, yuqorida aytib o'tilgan sabablarni bartaraf etishga harakat qilishingiz kerak. Shundagina sizning farzandlaringiz to 6 yoshgacha, ya'ni tishlari almashadigan vaqtgacha tishlarda bog'liq bo'lgan muammolar imkon qadar kamayishiga sababchi bo'lgan bo'lasiz.